Hop. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillah. Inshaalloh sizlar bilan bugun son mavzusi, ya'ni son va sanalmish moslashuvini ko'rib chiqamiz. Toki 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlarda moslashish jarayonida ko'rib chiqamiz. Hop, birinchisi. Hop, demak, son arab tilida nima deyiladi? Adadun deyiladi. Adadun. Endi son bilan birga kelayotgan son so'z o'zbek tilida sanalmish deyiladi, arab tilida ma'dud deyiladi. Ya'ni sanalayotgan narsa. Ma'dudun. Biz mana shu ikkalasini moslash jarayonini ko'rib chiqishimiz kerak. Bunda jarayon bir nechta bosqichlarga bo'linadi. 1 va 2 sonlarni moslash alohida, 3 dan 10 gacha, ya'ni 10 sonni moslash jarayoni alohida va 11 dan 20 gacha bo'lgan jarayondagi sonlarni moslash alohida. Hop, birinchisi biz 1 bilan 2 ni ko'rib chiqamiz. Hop, 1 bilan 2. Hop, bunda bir so'z nima deyiladi arab tilida? Vahidun yoki vahidatun variantimiz bor. Endi aynan shu qachon vahidun va qachon vahidun bo'lishini e'tibor beramiz. Hop, bitta qoidani eslab qolamiz. 1 bilan 2 da agar muzakkar bo'lsa, ma'dud nima narsa? Sanalmish. U bilan kelayotgan son ham nimada bo'lishi kerak? Muzakkarda bo'lishi kerak. Qisqasi, jins jihatidan son bilan sanalmish moslashadi. Qachon? 1 bilan 2 da. Misol uchun, endi yana bitta tartib bilib olamiz. 1 bilan 2 da avval sanalmish keladi, keyin son keladi. Misol uchun bitta kitob deydigan bo'lsak, avval kitabun so'zini yozib olamiz. Kitabun vahidun shakli keldi. Hop, jinsda nima qilyapti? Moslashyapti. Xuddi shunaqa bitta muannas so'zni olib ko'ramiz. G'urfatun so'zini olamiz. G'urfatun nima bo'ladi endi? Vahidatun variantda bo'ladi. Chunki biz aytdik, avval nima kelar ekan? Ma'dud, keyin esa adad keladi. 1 bilan 2 da keladi ekan. 1 bilan 2 sonlarda kelar ekan. Va nima qilish kerak ekan? Jins jihatidan son o'zidan oldingi ma'dudga moslashadi. Bu xuddi nimaga o'xshayapti? Birikmalardan moslashgan aniqlovchiga o'xshayapti. Ya'ni o'zidan oldingiga mutlaqo moslashyapti. Xo'p, endi mana shu yerda bitta joyga e'tibor beramiz. Aslida bitta kitob deyishimiz uchun vahidun so'zi bizda shart emas. Kitabunda o'zi nimani ifodalab beradi? Bitta kitob degan yoki g'urfatunda o'zi bitta kitob deganini bildiradi. Agarda siz ta'kidlab faqatgina bittagina kitob yoki faqatgina bittagina xona demoqchi bo'lsangiz, bu shaklda qo'llaysiz. Bu ta'kidlash ma'nosida aytilyapti. Menda bittagina kitob bor desangiz, nima deysiz? Indi kitabun vahidun. Menda bitta kitob bor deb oddiy variantida aytsangiz, indi kitabun bo'ldi. Endi 1 va 2 sonlarni iste'molda yozuvda qo'llash nima uchun ishlatilar ekan odatda? Ta'kidlash uchun yoki zarurat bo'lsa. Aslida 1 2 ni shunchaki 1 va 2 so'zni ham nima qilsak bo'ladi? Ifodalasak bo'ladi. Xuddi shu qoida ikkilikka o'tkazamiz. Nima bo'ladi endi ikkita kitob deydigan bo'lsak? Kitabani isnani bo'ldi. G'urfatani G'urfatani isnatani. Isnatani bo'ldi. Isnatani. Hop, 1 bilan 2 son, ya'ni sonlarni sanalmish bilan moslash jarayonini tushunib oldikmi? Hop, demak, avval sanalmish, keyin son. Avval ma'dud, keyin adad kelar ekan. Va adad ma'dudga nimada moslashar ekan? Jinsda moslashar ekan. Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannasda moslashadi. Bu 1 2 sonlar. 1 2 da bizda unchalik muammo bo'lmaydi. Ana endigi jarayonimiz nechadan nechagacha? 3 dan 10 gacha dedik. 10 o'zi ham kiradi. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa. Bizda doim son va sanalmish mavjud bo'ladi. Xo'p, xuddi shu misolimizni olib ketaveramiz. Xo'p. Endi bunda teskari jarayon bo'ladi. Va avval ma'dud emas, avval adad keladi. Keyin keladi ma'dud keladi. Xo'p, demak, bu nima degani desa, birinchi nima kelar ekan? Son, keyin esa sanalmish. 3 ta kitob deydigan bo'lsak, biz birinchi kitob so'zini nima qilamiz?
topib olamiz. Va kitob ikkitadan ko'p bo'lsa, u nima hisoblanadi? Ko'plik hisoblanadi. Shuning uchun kitobni qaysi variantini olamiz? Ko'plik, ya'ni kutub variantini olamiz. Hali kelishiga tegishmay turamiz. Endi mana shu jarayonda ehtiyot bo'lamiz. Biz nima dedik bir ikkida? Jinsi moslashishi kerak. Xuddi shu jarayon teskari bo'ladi. Agar muzakkar bo'lsa, unga muannas qo'yiladi. Agar muannas bo'lsa, unga teskari muzakkar qo'yiladi. Muzakkar qo'yiladi. Mana shu jarayonda yana bitta ehtiyot bo'ladigan joyimiz bor. Biz ko'plik shakli emas, u so'zni birlikda turgan variantiga qaraymiz. Xo'p, kitabunni jinsi qanaqa? Muzakkar. Kutubunnikichi? Muannas. Endi biz kutubunni jinsiga qaramaymiz, uni birlikdagi variantiga qaraymiz. Birligi nima? Muzakkar bo'lganligi uchun unga nima olib kelamiz sonni? Bizda vahidun vahidatunga o'xshab salasun salasatun varianti bor. Va endi kitabun varianti muzakkarligini hisobiga unga teskari jins nima bo'ladi? Salasatu bo'ladi. Salasatun demaymizda, endi uni mudof shakliga o'tkazamizda, shu yerda nima deymiz? Salasatu qilamiz. Buni kelishiga o'zgarishi mumkin. Salasati varianti ham kelishi mumkin, salasata varianti kelishi mumkin. Bu nimaga bog'liq desa, gapda kelgan o'rniga bog'liq. Agar mubtado bo'lib keladigan bo'lsa, u marfu bo'ladi. Ya'ni bosh kelishida. Agar predlogdan keyin kelayotgan bo'lsa, qaratishda. Fe'ldan keyin kelayotgan bo'lsa, tushumda ishlataveramiz. Va bu endi mudof bo'lgandan keyin mudof ilayhi nimada turish kerak? Qaratqich kelishida. Salasatu kutubin varianti bo'ldi. Buni tarjimasi nima bo'ldi? 3 ta kitob yoki 3 ta kitoblar dedik. Endi shu qoida asosida ikkinchisini tahlil qilamiz. Xona edi. Bizga endi 3 ta xona demoqchi bo'lsak, birinchi nima ish qilar ekanmiz? Ana g'urfatunni qaysi variant topib kelamiz? Ko'plik nima bo'ladi? G'urof. Endi qo'rqmasdan biz bildik, 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarimizda mana ma'dud nimada kelar ekan? Mudof ilayhi. Va mudof ilayhi nimada qilamiz? Qaratqich kelishida qo'yaveramiz. Va son tanlayotganimizda jinsini qayerdan aniqlaymiz? Buni birligidan. G'urfatun muannas bo'lganligining hisobiga bizga nima kerak? Muzakkar. Muzakkar varianti salasu ghurafin. Tarjimasi 3 ta xona. Shu joyda. Salasatu deysiz, salasu deysiz. Yo'q, aytmaganingiz, aytishingiz shart. Xato hisoblanmasligi uchun. Xo'p, demak, xuddi shu holat nechigacha davom etar ekan? 10 gacha davom etadi. Xo'p, og'zakida aytib ko'ramiz. Xo'p, 4 ta eshik desak qanaqa bo'lar ekan? Birinchi nimani topamiz? Birinchi migada. Eshikni ko'pligini. Abwa bin. Avtomatik. Soni arba'atu. Nimaga arba'atu desa? Chunki babun muzakkarda. Arba'atu abwa bin bo'ldi. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Muammo bo'lmaydimi inshaalloh? Yaxshi. Tamam, biz davom etamiz. Keyingi jarayonimiz nechinchi sonlar ekan? 11dan 20 gacha. Xo'p, unda ham bitta bo'linish bor. 11 bilan 12 ni o'zi 1 bilan 2 lar doim bilib qo'ying, moslashadi. Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas. Shuning uchun 11 12 da to'xtalamiz. 11 bilan 12. Biz xuddi shu 11 ta kitob deydigan bo'lsak, xo'p, davom etamiz. Xo'p, birinchi kitob so'zini yozamiz va endi bir joyga ehtiyot bo'lasiz. Kitaban variant keladi. Tushum kelishida turadi va noaniq holatda turadi. Ahada ashara kitaban. Hozir tahlil qilamiz. Ahada ashara kitaban. Xo'p, shunda jinsini nima qilamiz? Muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'layotgan bo'lsa muannas. Xo'p, o'zi qanaqa variantlarimiz bor desak, ahada ashara yoki ihda
rota varianti bor. Xo'p, 11 sonida muzakkar uchun ahad ashara ishlatiladi, muannas uchun ihda ashrota. Xuddi shuni, demak, xona variantida ham oladigan bo'lsak, bizda nima bo'ladi? Ihda ashrota g'urfatan. Mana bu tamiz hisoblanadi. Bu noaniq holatda va tushum kelishigida turadi har doim. Birlik noaniq tushum kelishigida. Birlik, mana shu qoidani yozib o'tamiz. Birlik noaniq va tushum. Bu qachongacha davom etadi desangiz, 20 gacha shu holat. Va bu yoq o'zi ko'pchilik 99 gacha mana shu jarayon davom etadi ko'pchilikda. Ustoz, masalan, 17 bo'ladigan bo'lsa. Bu endi kelamiz unga. Bunda jinslar o'zgaradi. Xo'p, 11, 12 da nima qilinar ekan? Moslashar ekan. 11 ta kitob va 11 ta xona bo'ladi. Endi 12 ta deydigan bo'lsak nima bo'ladi? Isna ashara kitob. 12 ta xona bo'ladigan bo'lsa, isnata ashrota g'urfatan bo'ldi. Xo'p. Tushunarli bo'ldi? G'urfatan bo'ldi. Birlikda ishlatilaveradi. Son 12 bo'lgan bilan buni o'zini nima deb berasiz? Birlikda, noaniq holatda va tushum kelishigida ishlatamiz. Bu hammasi uchun tatbiq qilinadi. Va bizda oxirgi jarayon qoldi nima? 20 gacha yetib kelishimiz uchun 13 dan 20 gacha. Xo'p, 20 ni o'zi kirmaydi, 13, 19 deb qo'yganimiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Xo'p, birinchi misolni yozib olamiz, moslash jarayonini ko'ramiz. Endi xuddi shu yerda 13 ta kitob desan. Xo'p. Salasata ashara salasata ashara kitob man bo'lar ekan. Xo'p, nima jarayon bo'lyapti desa, qarang. Bizning ma'dudimiz nima? Kitob. Bu o'zidan oldingiga moslashadi. O'zidan keyingiga moslashmaydi. Ya'ni birinchidagi soniga teskari jinsda turaveradi. Biz kelishgandik-ku, 3 ta 10 gacha nima qilish kerak? Moslashmas. O'sha qoida ketaveradi. Lekin 10lik son bor-ku, u moslashadi. Demak, eng birinchisiga teskari jinsda turaveradi. Kitob muzakkar bo'lishi uchun salasata dedik. Lekin asharoga nima qiladi? Moslashadi. Xuddi shu holatni g'urfatunda yozadigan bo'lsak, endi nima bo'ladi bunda teskarisi? Salasa ashrota g'urfatan. Tushunarli bo'ldimi? Nima qilyapti? O'zidan oldingi bilan kelishyapti, moslashyapti. Birlikdagi soniga teskari jinsda turibdi. Xo'p, demak, 3 ta son bo'lyapti. Xo'p, birinchisi muannas bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasi moslashmaydi. Muzakkar bilan muzakkar moslashadi. Qisqacha formula shunaqa olsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchisidagi bilan moslashmaydi bu, qolgan ikkalasi moslashadi. Ya'ni 10lik bilan moslashadi, birlik bilan moslashmaydi. 10lik bilan moslashadi, birlik bilan moslashmaydi shaklini ko'rib olar ekan. Xo'p, savollar bor. Demak, 1 bilan 2 ga, xo'p, bitta takrorlab olamiz. Demak, 1 bilan 2 ma'dud bilan, ya'ni sanalmish bilan har doim moslashadi. Avval songa sanalmish keladi, keyin son keladi. Birlikda 1 va 2 sonlar. Endi 3 bilan 10 gacha bo'lgan jarayonda avval son keladi, keyin sanalmish keladi. Xo'p, endi son sanalmishga teskari jinsda bo'ladi. Qarang, siz sonni yozib olib, keyin sanalmishni yozmang. Jarayon ketayotganda miyada nima qilamiz? Birinchi sanalmishni aniqlab analiz sintez qilib olamiz. Ya'ni jinsi qanaqa shaklda. Xo'p, demak muzakkar so'zmi? Demak, uni sonini nimada qo'ydik? Muannasda olib kelib olamiz va o'zini esa ko'plik variantda qaratqich kelishigida qo'yamiz. Chunki bu mudof vazifasini bajaryapti, bunisi mudof ilayhi vazifasini bajaryapti. Bu 3 bilan 10 ning qoidasi. Va unda birinchi son kelyapti, keyin sanalmish keladi. Xo'p, 11 12 da xuddi 1 2 ga o'xshash jarayon kechadi, faqat endi moslash jarayoni
muzakkar sanalmish bo'layotgan bo'lsa, unga muzakkar variantini olamiz 11 da. Xo'p, va sanalmishni o'zini qanaqa shaklda qo'yamiz desak, birlikda, noaniq holatda tushum kelishadi. Bu qoida kimga ham tegishli? 13-19 ga ham tegishli. Birlikda, noaniq holatda tushum kelishida. Buni sabablarini vaqt kelganda yana bir qator to'xtalib o'tamiz. Xo'p, endi demak, ahada ashara variantimiz bor ekan, ihda ashrota. Isna ashara, isnata ashrota varianti bo'lib, to'liq moslashadi. Va yana 13 dan 19 gacha esa avval son, keyin sanalmish. Endi bunda moslashish qanaqa bo'ladi desa, sanalmish o'nlik bilan to'liq moslashadi, birlikka teskari jinsda turadi. O'nlik bilan to'liq moslashadi, birlikka teskari jinsda turadi. Xo'p, savollar? 11 bilan 12da sanalmish birlikda turaveradi, lekin 13 ga kelganda ko'plikka. Yo'q, sanalmish birlikda turibdi. 13da 10dan bu yog'iga nima kelyapti? Birlik noaniq tushum kelyapti. 13da ham xuddi shunaqa. G'urfatan kitaban varianti. Noaniq holat tushum kelishigida va birlikda. Nega desa, bu narsa tamiz hisoblanadi. Tamiz nimaligini vaqt kelganda ko'rib chiqamiz. Savollar? Yaxshi.